Assalomu alaykum. Kompyuteringiz siz stoldan uzoqlashganingizda avtomatik bloklanib qolish funksiyasi borligini bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, buni bor-yo'q 10 soniyada o'rganib olamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda Windows va i tugmalari orqali kompyuteringizni sozlamalar qismiga kirib olamiz. Undan so'ng biz Bluetooth i устройство qismini belgilab olishimiz kerak va o'z telefoningizda Bluetoothni yoqib, kompyuteringizni topib unga ulab qo'yishingiz kerak. Birinchi navbatda telefonda Bluetoothni yoqamiz va kompyuteringizda Bluetoothni yoqib, добавить устройство qismini bosamiz. Undan so'ng Bluetooth qismini belgilaymiz. Bu yerdan o'z telefonimizni topib olishimiz kerak bo'ladi. Telefonimizni topib olgandan so'ng подключиться qismini bosamiz. Telefonda ham shu xabar keladi. Ana endi kompyuteringizga telefon muvaffaqiyatli ulangandan so'ng sozlamalar qismidan учетный запись qismini belgilab olamiz va bu yerdan variant входа qismini tanlab olishingiz kerak. Va дополнительный parametr qismidan dinamический blokirovka degan qismini shunchaki belgilab qo'yasiz. Bu yerda kompyuteringiz telefoningiz bilan bog'lanadi. Ana endi siz stoldan turib ketadigan bo'lsangiz, Bluetooth signali yo'qoladi va kompyuteringiz 30 soniyada avtomatik ravishda qulf holatiga o'tadi.